Yapon zobiti. Ming 923-yil. Rossiyada fuqarolar urushi poyoniga yetayotgandi. Mamlakat olov ichida qolgan o'rmonni eslatardi. Daraxtlarning yong'inda qoraygan uchlari, qachonlardir serhosil bo'lgan yong'oq butalaridan faqatgina yakkam-dukkam novdalar qolgandi. Atrofni kul va cho'g' hidi tutib ketgandi. Qushlarning sayrashi eshitilmas, ulkan o'rmon daraxtlari shoxlaridan o'z g'ovaklari tomon sakraydigan chaqqon olmaxonlar ham ko'rinmasdi. Kishini ezuvchi qandaydir og'riqli sukunat hukm surardi. Vaqti bilan pana burchaklardagi qorayib ketgan daraxtlarda yonib sonayotgan ko'kimtir olov tillari ko'zga tashlanardi. O'tkir kuyindi hidi sezilar, xuddi bu yerlarga hech qachon hayot qaytmaydigandek edi. Ammo sirtdan shunday ko'rinardi xolos. Pamorlar o'z qishloqlarini tezlik bilan tiklashardi. Arralarning zuvillagani, boltaning taraqlayotgani eshitilar, yonib bitgan xonadonlar o'rnida yangi yog'och devorlar qad ko'tarar, tillarang to'sinlar yaltirardi. Yutarotoda Arxangelskda edi. Pamoryada dushmanning hali tugatilmagan tarqoq to'dalari izg'ib yurardi. Ular kechalari qishloqlarga bostirib kirar, faollarni o'ldirar, maktablarga, tashkilotlarga va kutubxona joylashgan uylarga o't qo'yardi. Avvalgi partizanlar otryadlaridan tezkor guruhlar tashkil etilgan bo'lib, ularga oq gvardiyachilar qoldiqlarini tugatish vazifasi yuklangandi. Bunday otryadlar tuzishni Saveliy Parfyonov Yutarotoda zimmasiga topshirdi. Poruchik esa bu ishlarni jon deb bajarardi. U otryadlarga yosh, baquvvat yigitlarni to'plar, chunki o'rta yashar va keksalar vayron qilingan xo'jaliklarni tiklashi lozim edi. Oq gvardiyachilarning mundirlari keragidan ortiq miqdorda qo'lga tushirilgan va jangchilar endi yangi kiyimlarda yurishar. Faqat shapkalardagi nishonlar o'rnida qizil lentalar ko'rinib turardi. Poruchik ularni jang san'atiga o'rgatar, amaliy tajriba esa dushman bilan to'qnashuvda orttirilishiga ishonardi. Allaqachon dastlabki to'qnashuvlar bo'lib o'tgan, Yutarotoda yoshlarning ishtiyoq bilan jang olib borayotganidan ko'ngli to'q. Ular orasida qo'rqoqlik qiladigan va tashlab qochadiganlari yo'q edi. O'sha otryad va yapon poruchigining taqdiri kelgusida qanday kechishini Xudo bilardi-yu, lekin kutilmagan bir voqea ro'y berdi. Arxangelskka Moskvadan o'zining g'ururlanib aytishicha, xizmat ko'rsatgan inqilobchi Abram Gots rahbarligidagi komissiya kelib qoldi. Komissiya alohida vakolatlarga ega edi. U Pamoryada sovet hukumatini tasdiqlashi, mahalliy hokimiyatning markaz bilan aloqasini yo'lga qo'yishi, pamorlarning ehtiyojlarini aniqlashi va ularga imkon qadar ko'maklashishi kerak edi. Komissiya tarkibiga 20 kishi kirardi. Bu insonlar o'sha davr ifodasiga ko'ra harbiy mutaxassislar va xo'jalik xodimlari, shuningdek siyosiy xodimlar edi. Rais Abram Gots yaqin o'tmishda bolsheviklarga faol qarshi turgan eserlar partiyasi a'zosi edi. Ammo oktyabr to'ntarishidan keyin u shamol qaysi tomonga qarab esishini tezgina ilg'ab, kommunistik partiyaga kirdi va endi o'zini har qanday ko'lamdagi yumushni bajara oladigan ishbilarmon rahbar sifatida ko'rsatishga zo'r berib urinardi. Abram Gots Lev Trotskiyni xudodek ko'rar. Unga har tomonlama taqlid qilar. Hatto tashqi ko'rinishini ham unga o'xshatgisi kelardi. Uning mallarang sochi xuddi Trotskiynikidek kaltalangan, mo'ylov va soqoli ham shunday. Kibr bilan boquvchi ko'zlari ustiga qo'ndirilgan pensnesi ham unga taqlidan edi. Gots baland ovozda gapirar, hech qanday e'tirozlarni eshitgisi kelmas. Umuman olganda u o'zini go'yo chekka bir o'lkaga tushib qolgan-u, bu yerlarda inqilobiy ishlar tamoyillarini boshidan tushuntirishga to'g'ri kelayotgandek ko'rsatardi. Saveliy Parfyonov jarohatdan so'ng endi o'ziga kelayotgandi. U hassaga suyanib zo'rg'a yurar, pamorlar kengashida chamasi biror soatlar bo'lar, qolgan payt uyda yotardi. Komissiya raisi Arxangelskka kelishining ilk kunlaridanoq boshqaruv jilovini o'z qo'liga olganini shundan ham tushunsa bo'lardi. U hamma ishga aralashar, pamorlarga aql o'rgatar, ijirg'anib lablarini burishtirgancha o'ziga yuqori darajadagi qulayliklar va izzat va ikrom talab qilardi.
Parfyonovga komissiya raisining bunday xulq-atvori yoqmadi, lekin markazdan yuborilgani uchun Pomoriyada u bilan murosa qilishlariga to'g'ri keladi. Alohida tushunmovchiliklar yuzaga kelganicha yo'q edi. Komissiya vayron qilingan xo'jaliklarni tiklash rejasini ma'qullab, kengash a'zolarini tasdiqladi. Markaz Pomoriyaga nimalar bilan va qanday ko'maklasha olishi mumkinligini chamalab ko'rdi. Biroq ko'proq o'z kuchlariga tayanishlari kerakligini ta'kidladi. Xullas, gap harakatchan otryad tuzish masalasiga kelib to'xtadi. Komandir sifatida Yutaro Todani tavsiya qilamiz, dedi Saveliy Parfyonov qiynalib nafas olarkan. Abram Gots unga sinovchan nazar bilan tikildi. Yutaro Toda, sekin takrorladi u, go'yo bu so'zlar qanday jaranglashini tekshirmoqchidek. Nima? U mahalliy shimollik xalqlaringizdanmi? Parfyonov yo'q degandek bosh chayqadi. Yo'q, bu yapon ofitseri poruchik. Komissiya raisining ko'zlari qinidan chiqqudek bo'lib olayib ketdi. Yapon ofitseri? U qayerdan kelib qoldi? Asirga tushgan, aqlli yigit. Avval bizga qurolsoz usta sifatida yordam berdi. Keyin o'zimga maslahatchi qilib oldim. Biz bilan birga jang qildi. Qarashlarimiz bir xil. Gots Parfyonovga ko'z uzmay tikilib qoldi. Uning yuzida hayrat va haddan tashqari g'azab paydo bo'ldi. Aqldan ozganmisizlar? Uning ovozi bo'g'ilganidan xirillab chiqdi. Sizlarning sinfiy hushyorligingiz qayerda qoldi? Qizil armiya safida podshoh ofitserlardan ham anchaginasi bor edi. Ular sovet hokimiyatini mustahkamlashda yordam berishdi. Lekin biz bundaylarga ehtiyotkorona munosabatda bo'ldik va hozir ular bilan OGPU shug'ullanyapti. OGPU nimaligini bilasizlarmi? Saveliy Parfyonov yelka qisdi. Rossiya hukumatidagi o'zgarishlar hali bizgacha yetib kelmadi. Abram Gots stulda qaddini rostladi. U qarshisida o'tirgan pomorlarga takabburona tikildi. Xo'p, sizga tushuntiraman. Bu Rossiya ichki ishlar xalq komissariyatida avvalgi ЧК favqulodda komissiya o'rnida tashkil qilingan yangi organ. OGPU Birlashgan davlat siyosiy boshqarmasi. Davlat Gots so'zlarining sanmoqdorligini ta'kidlamoqchi bo'lgandek ko'rsatkich barmog'ini yuqoriga niqtadi. Siyosiy, u davlat xavfsizligini himoya qilish bilan shug'ullanadi. Bu yerda ham OGPUning mahalliy boshqarmasini tashkil etishimiz va uning raisini tasdiqlashimiz kerak. Biz esa nimani ko'ryapmiz? Siz sinfiy dushmanimizni bekitib o'tiribsiz. Qolaversa, uni jangovar otryad komandiri qilib tayinlabsizlar. Kallangiz joyidami o'zi? Komissiya raisining ovozi po'latdek jaranglay boshladi. U bor otryadi bilan oqlar tomoniga o'tib ketmasligiga va orqangizdan zarba bermasligiga ishona olasizmi? Ishona olamiz, qat'iy javob berdi Parfyonov. U ko'p marta shunday qilishi mumkin edi, lekin biz bilan qoldi. Yutaro Toda jangda o'zini yaxshi ko'rsatdi va unga to'liq ishonamiz. Abram Gots qo'llarini ikki tarafga yozdi. G'aroyib kaltabinlik. Oq gvardiyachilar bilan ham, Antanta qo'shinlari bilan ham nega bu qadar sust jang olib borganingizni endi tushundim. Bunaqa maslahatchi bilan sovet hukumatini bir varagaga topshirib yubormaganingizga hayronman. Saveliy Parfyonovning yuzi g'azabdan qizarib ketdi. Muhtaram rais, nega endi bizni haqoratlayapsiz? Arxangelskda o'tirib partizanlarga sovet hukumati haqida saboq berayotganingizning o'ziyoq munosib jang qilganimiz va Pomoriyani ozod etganimiz isbotidir. Va biz tomonimizga o'tgan yapon ofitseri ham bu yerda chakana jang qilmadi. Siz uni bilmaysiz. U bilan hali gaplashib ham ulgurmadingiz-u, komissiyangizni unga qarshi qayrayapsiz. Abram Gotsning lablari qimtilib, ingichkalashib ketdi. Bunaqa qarashlaringiz bilan Pomorlar kengashi raisi lavozimini egallashingiz mumkin emas. Siz bu yerdagi sovet hukumati vakili bo'la turib, markazdan kelgan komissiya fikri bilan bahslashyapsizmi? Moskvaga bu haqda xabar beraman va bunday mas'ul vazifaga tayinlanishingiz maqsadga muvofiqmi, yo'qmi, ko'rib chiqamiz. Bemalol, dedi qaysarlik bilan Parfyonov. Bu vazifaga juda yopishib qolganim yo'q va o'zim aniq bilgan narsamni gapiryapman. Xohlagan partizandan yapon ofitseri qanday odamligini so'rang. Ularning hammasi u haqida faqat yaxshi gap aytadi. Kelishib olgansizlar. Abram Gots yana nimalardir demoqchi edi. Komissiya a'zolaridan kimdir undan chaqqonlik qildi. Bu galtasi to'la qizil yuzli, shu paytgacha indamay o'tirgan harbiy mutaxassis edi.
O'rtoq Gots to'g'ri aytyapti. Bu yerda mamlakatning bir chekkasida yashaysiz va dushmanning ayyorona to'qimalarini bilmaysizlar. Dushman faqat qo'lida miltiq ko'tarib sizga qarshi borayotgan odam emas. U do'stingiz qiyofasida ham bo'lishi mumkin. Qizil armiyada biz bunaqa soxta do'stlarning ko'pini ko'rganmiz va fosh ham qilganmiz. Sizning Yutaro Todangiz yapon josusi emasligiga ishonasizmi? Uni asirga olishingizni, so'ng o'z qo'mondonlariga barcha rejalaringizni yetkazishni u ongli ravishda rejalagan bo'lishi ham mumkin. Bu ehtimolni nazardan qochirmayapsizmi? Yo'q, bunday deb o'ylamayman, deya turib oldi Parfyonov o'zinikini ma'qullab. Va hurmatli zot, aytingchi, u qanday qilib rejamizni yetkazishi mumkin edi? Axir uni 1 yil kemaning ostki bo'lmasida saqlaganmiz va ko'zimizni uzmaganmiz. Harbiy mutaxassis takabburona ilchaydi. Uzoq muddatli harakatni ko'zlovchi josuslar bor. Ularni begona davlatga tashlashadi. Ular o'sha yerda 1 yil, 2 yil, boringki 10 yillar yashaydi. Keyin kerakli ma'lumotlarni yetkazib berishni boshlaydi. Yapon ofitseringiz shunday yashirin ayg'oqchilardan. Saveliy Parfyonov gaplari behuda bo'lishini anglab, qo'l siltab qo'ya qoldi. Har qanday holatda ham biz o'sha mashhur komandiringiz bilan uchrashamiz va suhbatlashamiz, dedi Abram Gots cho'zilib ketgan suhbatga yakun yasab. Lekin shunga qaramay, hurmatli kengash raisi, ta'kidlashim zarurki, sizlarda inqilobiy hushyorlik yetishmayapti. Burningizning tagidagi bitta chet ellik ayg'oqchini payqamagansizlar. Bizda bunaqa ayg'oqchilardan o'nlab topilardi, dedi charchagan ohangda Parfyonov. Partizan qo'shinimizda kimlar jang qilmadi deysiz? Vengerlar, polyaklar, chexlar, serblar ham bor edi. U yog'ini so'rasangiz, ularning bari Sovet hukumati uchun jonini ayamadi. Eng yomoni shuda, bosh kelmadi Abram Gots. Ko'rinib turibdiki, OGPUning bu yerdagi mahalliy bo'limiga birinchi kunlardanoq ish topilar ekan. Mabodo yashirin ayg'oqchilar qatorida sizni ham siyosiy ko'rligingiz uchun javobgarlikka tortishsa, hayron bo'lib o'tirmang. Parfyonov indamay qo'ya qoldi. Avvaliga u markazdan komissiya kelganiga xursand bo'lgandi, ammo ular bilan tez-tez uchrashavergach, hafsalasi pir bo'ldi. Shunday taassurot uyg'ondiki, go'yo ular boshqa tillarda so'zlashayotgandek edilar. Pamorlar kengashi amaliy yordam o'rniga nuqul tanbeh va malomatlar eshita boshladi. Komissiya faqat tirnoq ostidan kir qidirib, bolsheviklar siyosatini qo'llab-quvvatlagan pamorlarning xizmatlarini hech inobatga olmasdi. Bunaqa siyosiy fitnalardan bexabar Parfyonov, Abram Gots va boshqalarga o'xshaganlarning yashirin ikkiyuzlamachiligini qayoqdan ham bilsin. Kechagi eserlar bir yumalab kommunistlarga aylangan va yaqindagina o'zlarining muxolifi bo'lgan bolsheviklarga dushmanona kayfiyatidan hanuz voz kechmagandi. Ular xo'ja ko'rsinga birgalikda harakat qilishsa-da, aslida qo'ldan kelgancha Sovet hukumatiga zarar keltirish payida edilar. Yapon ofitseri bilan bog'liq holatda esa Abram Gots yaqqol ko'zga tashlanish uchun ajoyib imkoniyatni ko'rgan. U o'zini uzoq shimolda josuslar uyasini fosh qilgan o'ta hushyor davlat xodimi sifatida ko'rsatishi mumkin edi. Shu bilan birga, u Saveliy Parfyonovni ham sharmanda qilgan va pamorlar qalbida yangi hukumatga ishonchsizlik uyg'otgan bo'lardi. Yapon ofitseri to'g'risida bir to'xtamga kelib bo'lingan va u bilan uchrashuv hech nimani o'zgartira olmasdi. Albatta, Abram Gots shunchaki tomosha uchun Yutaro Todani komissiyaga chaqirib, u bilan suhbatlashishni mo'ljallab qo'ygandi. Lekin mansab pog'onasidan ko'tarilishi uchun poruchik zinapoya bo'lib xizmat qilishi aniq bo'lib ulgurgandi. Shuni aytish kerakki, Abram Gotsning g'ayriqonuniy raislik faoliyati keyinroq fosh qilingan va Saveliy Parfyonovni qo'rqitgan o'sha OGPUda o'zining kirdikorlari ko'rib chiqilgan. Lekin sobiq eserning kuchli himoyachilari bo'lib, shu sabab u sudlanmagan. Uni komissiya raisligidan olib tashlashgan va keyinchalik u mayda-chuyda xo'jalik lavozimlarida ishlab yurdi. Yapon poruchigi bilan suhbatni keyinga qoldirib bo'lmasdi, zero Abram Gots temirni qizig'ida bos deydiganlardan edi. Ammo ular dastlab Yutaro Toda ko'chma otryadni jang harakatlariga qanday tayyorlashini tomosha qilmoqchi bo'lishdi. Mashg'ulotlar Arxangelsk atrofidagi yalanglikda kechayotgandi. Zanjir bo'ylab yoyiling, buyruq berdi poruchik va jangchilar halqa hosil qilishdi. Bo'linmalar asosida taqsimlanib,
Navbatma-navbat harakat qiling. Dushman okoplarigacha yer bag'irlab siljing. Yalanglikda poruchikning ovozi baralla yangrardi. Harbiy mutaxassis qiziqish bilan kuzatardi. Hammasini to'g'ri olib boryapti, dedi u ochiqdan ochiq ma'qullash bilan. Abram Gots unga nafrat ila ko'z qirini tashladi. Sezishimcha, siz ham sinfiy hushyorlikni qo'ldan boy beryapsiz. Nima deganingiz u? To'g'ri olib boryapti. Albatta u hammasini risoladagidek qiladi, chunki bizni laqillatish kerak. U xuddi shu otryad bilan oqlar tomoniga o'tib ketishi va bizga qarshi kurash boshlamasligiga kafolat bera olasizmi? Bu juda qiyin masala, kinoya qildi harbiy mutaxassis. Oqlar armiyasidan mayda-chuyda yo'l to'sar guruhlar qoldi xolos. Unda o'zining yaponlariga olib ketib qoladi. O'zinikini ma'qullab turib oldi Abram Gots. Bunga ham shubham bor, yapon qo'shinlari allaqachon o'z vatanida. Komissiya raisi g'azabdan qip-qizarib ketdi. U o'ziga qarshi chiqqanlarni yoqtirmasdi. Ko'rib turibmanki, bu yerdagi sharoitlar sizni aynityapti. Yana birozdan so'ng sizga ham ishonib bo'lmay qoladi. Markazga yuboradigan hisobotimda bu haqda ma'lum qilaman. Yapon poruchigining otryadni qanday mashq qildirayotgani yoqqan bo'lsa-da, harbiy mutaxassis ham indamaslikka majbur bo'ldi. Vaholanki, Yutaroning harakatlarida hech qanday g'arazli belgi yo'q. Barcha mashqlar ustav talablarga muvofiq va taxminiy jang vaziyatida o'tkazilayotgandi. Yutaro Todani komissiya majlisiga taklif qilishdi. Qizil satin to'shalgan stol to'rida raisning o'zi o'tirardi. Komissiyaning qolgan a'zolari keng xonaning devorlari bo'ylab qo'yilgan kursilardan joy olishgandi. Poruchik atrofga qaradi. Bu xuddi o'sha polkovnik Isikura kengash o'tkazgan xona edi. Abram Gots Yutaro Todaga zimdan xo'mrayib tikilar. Shu qarashi bilan uni dovdiratib qo'ymoqchi bo'lardi. Ammo yapon zobiti hech qanday aybdorlikni his etmay, xotirjam turardi. Qana, bu yerda qanday paydo bo'lib qolganingizni aytib bering-chi. Mana shu xonadami? Hayron bo'ldi poruchik. Komissiya a'zolari kulib yubordi. Abram Gots xo'mraydi-da, qo'lidagi qalam bilan stol ustida turgan suvli grafinni taqillatdi. Jiddiyroq bo'lishingizni so'rayman. Bu yer sizga sirk yoki teatr emas. Siz esa, janob yapon ofitseri, hazillaringizni yig'ishtiring-da, aslida nima gapligini ayting. Yutaro Toda yelkasini qisdi. So'rang, mayli. Shunday qilib, savolimni takrorlayman. Siz qanday qilib Arxangelskka, to'g'rirog'i Pomoriyega kelib qoldingiz? Poruchik javob berdi. Partizanlarning qo'liga qanday tushib qoldingiz? Bu savolga ham to'laqonli javob berildi. Abram Gots zaharxanda qildi. Negadir sizdek yosh, yaxshi tayyorgarlikdan o'tgan ofitserni osongina qo'lga tushirishganiga ishongim kelmayapti. Siz hech qanaqa qarshilik ko'rsatmagansiz. Yutaro Toda yana yelkasini qisdi. Bo'ynimga miltiq qo'ndog'i bilan tushirishgandi. O'ylashimcha bunaqa ahvolda siz ham qarshilik ko'rsata olmasdingiz. Komissiya a'zolari yana kulishdi. Yosh yapon ofitseri qari eser safsatabozini o'z javoblari bilan ko'lmakka o'tkazayotganini ko'rish maroqli edi. Abram Gots qahrdan qizarib ketdi. Ko'rinib turibdiki, uchrashuvimizga yaxshi tayyorlanibsiz. Xuddi ilon baliqdek qo'ldan sirg'alib ketyapsiz. Siz haqingizda yaxshigina bosh qotirishga to'g'ri keladi. Yutaro Toda indamadi. Partizanlar qo'lida asrdaligingizda yapon qo'mondonligi bilan qanday aloqa bog'lagansiz? O'rtada aloqachi bormidi yoki siz maxfiy xabarlarni ma'lum bir joyga tashlab kelarmidingiz deya yangradi keyingi savol. Poruchik komissiya raisiga hayron qaradi. Buni xohlaganimda ham imkoni yo'q edi. Meni 1 yil kema bo'lmasida saqlashgan. Partizanlar bilan gaplashardim xolos. Faqat kalamushlar orqali xabar yuborgan bo'lishi mumkin, chunki ular u yerda keragidan ham ortiq edi. Harbiy mutaxassis o'zini tutolmay baland ovozda kulib yubordi. Abram Gots yana qalami bilan grafinni taqillatdi. Ishtirokchilarni yana bir marta jiddiylikka chaqiraman. Bizda josuslik tarmog'ini fosh qilish imkoni bor. Siz esa juda yengiltaklik qilyapsiz. Endi Yutaro Toda g'azablanganidan qizarib ketdi. Men ofitserman, dedi u qahr bilan. Meni dushman bilan jangga tayyorlashgan, josuslikka emas. Menda ofitserlik sha'ni degan tushuncha bor, lekin ko'rib turibmanki, u sizga begonaga o'xshaydi.
Hech qachon josuslik bilan shug'ullanmaganman va oxir-oqibat do'stga aylangan odamlarni sotmaganman. Josuslik tarmog'iga kelsak, sizga Salom-Balaga borishni va kemalar qabristonini ko'rishni, u yerdagi kalamushlar bilan to'la bo'lmada o'tirishni maslahat bergan bo'lardim. O'shanda asirlikda bo'la turib, aloqachi bilan xabarlashish mumkinmi yoki yo'qmi, o'zingiz ishonch hosil qilardingiz. Komissiya raisi gapirayotgan poruchikka g'azabli nigohi bilan tikilardi. Ko'rib turibmanki, siz yaxshi tayyorgarlikdan o'tgansiz va so'roqlarda o'zingizni qanday tutishning havosini obdan olgansiz. Bu ma'lum fikrlarga olib boradi. Mayli, hech qisi yo'q. Siz bilan boshqa joyda gaplashib qo'yishadi. U yerda hazil-huzulga moyilligingizni tezda so'ndirishadi. Shuningdek, sizga xayrixoh ayrimlardagi kulish istagini ham. Abram Gots shunday deya harbiy mutaxassisga ko'z qirini tashladi. So'ngra yana yapon ofitseriga tikildi. Mayli, hozircha bo'shsiz. O'z ishingiz bilan shug'ullanishingiz mumkin. Biz kengashib ko'ramiz va sizga qarorimizni yetkazamiz. Aytmoqchi, shoshmay turing. Bu yerdagi Arxangelskda turgan polkga kim qo'mondonlik qilgan? Mayor Sekiguti, javob berdi poruchik. Mana bu yolg'on. Abram Gotsning yuzi g'olibona tabassumdan yorishib ketdi. Polkovnik Isikura qo'mondonlik qilgan. Polkda nechta pulemyot bor edi? 4 ta. Yana yolg'on. Sizlarda pulemyot rotasi mavjud bo'lgan. O'zingiz yaxshi bilarkansiz, nega mendan so'rayapsiz? Tekshirib ko'rmoqchi bo'ldim. Abram Gots tantana qila boshladi. Nechta askar va ofitser bor edi? Bunaqa savollarga javob bermayman, qat'iy dedi Yutaro Toda. Hali javob berasiz, janob poruchik. Bu yerda emas, boshqa joyda. Shunaqa gapirib berasizki, o'zlari to'xtatishlariga to'g'ri keladi. Kechqurun Abram Gots Amorlar kengashida nutq so'zladi. Biz yapon ofitseri bilan suhbat o'tkazdik va ishonch hosil qildikki, u ko'ringanidek oddiy emasga o'xshaydi. Komissiya raisi qat'iy edi. Afsuski bizda u bilan jiddiyroq shug'ullanish imkoni yo'q. Mayli, bu boshqa organlar vakolatiga kiradi. Bu siz ham ishimiz boshimizdan ortadi. Markazdan olingan buyruqqa muvofiq bizdan shubhali shaxslarni Moskvaga jo'natish talab qilinadi. U yerda ular bilan OGPU xodimlari ish olib boradi. Saveliy Parfyonov bo'g'iq ovozda noroziligini bildirdi. Tezkor otryadimiz komandiri nimasi bilan shubhali ekan? Biz uni tinch davrda ham, o'q yomg'iri ostida ham ko'rganmiz. Ishonavering, u har doim o'zini mardonavor ko'rsatgan. U Moskvada nima qiladi? Otryad yo'l to'sarlarni quvishi kerak. Shubhali yaponni mana shunda yana bir marta jangovar holatda tekshiramiz va salom. Komissiya raisi stolga musht tushirdi. Fe'l-atvoringiz meni hayron qoldiryapti, o'rtoq Parfyonov. Bizga yordam berish o'rniga g'ildirak orasiga tayoq tiqmoqchi bo'lyapsiz. Bu haqda markazga xabar qilaman. Ko'rinib turibdiki, siz bilan ham tegishli organlar shug'ullanishi kerak. Yana bir bor eslataman, bu yerga rahbarlik ko'magini ko'rsatgani kelganmiz. Buning o'rniga vaqtimizni behuda tortishuvga sarflayapmiz. Oynahoy Moskvadagilarga bu ish qiziq tuyulsa kerak. Saveliy Parfyonov Abram Gotsga nafrat bilan qaradi. Bizni qo'rqitavermang, muhtaram rais. Sizdan ham qo'rqinchlirog'ini ko'rganmiz va belini sindirganmiz. Yaponni sizga berib qo'ymaymiz. Partizanlar uning qamoqqa olinishiga jim qarab turishmaydi. Kerak bo'lsa, hammasi bir tan bo'lib turib berishadi. Abram Gots achinish bilan boshini sarak-sarak qildi. Nima, siz markazning ko'rsatmasiga qarshimisiz? Partiya va davlat siyosati sizga to'g'ri kelmayaptimi? Saveliy Parfyonov suhbat yoqimsiz tus ola boshlaganini tushundi. Endi bema'ni aksal inqilobchilikda ayblab qolishlari yetmay turgandi. Shuning uchun u vaziyatni sal yumshatishga harakat qildi. Men jonajon Sovet hukumatimizga qarshi emasman. Biz uni mana shu yelkalarimiz bilan ko'tarib mustahkamladik va hech kimga ag'darish uchun bermoqchi emasmiz. Gap yapon ofitseri to'g'risida ketyapti. Biz unga ishonamiz. Uni qamoqqa olish nimaga kerak? Abram Gots tantanavor iljaydi. U o'jar partizanlar yetakchisining qarshiligini sindira olgandi. Ko'rib turibmanki, mavjud xalqaro vaziyatni yomon tasavvur qilar ekansiz. Nasihat ohangida gapirdi u. Xalq unga qarshi turgan ulkan kuchlarni yengdi. Biz oqlarni tor-mor qildik
Antanta ittifoqchilar armiyasini esa Rossiya hududini tark etishga majburladik, lekin dam olish va g'alabani nishonlashga hali erta. Biqinib yotib bizga zarar keltirish hamda monarxiya tuzumini tiklashni orzulayotgan dushmanlar kam emas va shuning uchun har bir shubhali holatga alohida yondashish kerak. Hech kim qalbingiz to'ridan joy olgan yapon poruchigini qamoqqa tiqmoqchi emas. Uni bir kuzatuvchi bilan Moskvaga yuboramiz. O'sha yerda u bilan suhbatlashib, haqiqatni aniqlashadi. Agar u hech narsaga aralashib qolmagan, dushmanona faoliyatga qo'shilmagan va sovet hokimiyati oldida vijdoni toza bo'lsa, unda yana qaytib kelib, tezkor otryadingizga komandirlik qilaveradi. O'ylashimcha shunday ham bo'ladi. Yapon ofitseringiz mutlaqo ishonchli odam ekaniga meni ko'ndirdingiz, ammo yo'riqnomaga amal qilishim kerak. Bu tekshiruv ko'p vaqtni olmaydi. Uni qancha tez yuborsak, haligi oti nima edi? Yutaro Toda, dedi Parfyonov. Mayli, shunday bo'la qolsin, rozilik bildirdi Abram Gots. Qancha tez yuborsak, haligi shuncha tez qaytib keladi. Undan hatto qurolini ham olib qo'ymaymiz. Komissiya raisining murosali nutqi o'z ta'sirini o'tkazmay qolmadi. Bo'pti, unday bo'lsa, ming'irladi Saveliy Parfyonov. Xuddi shunday, tasdiqladi Abram Gots. Va sizdan iltimos qilamanki, Pamorlar kengashi raisi sifatida bizning pozitsiyamizni Arxangelsk xalqiga yetkazib qo'ysangiz hamda ularni nomuvofiq harakatlardan tiyib tursangiz. O'zi qandaydir yapon ofitseri tufayli sovet hokimiyati bilan kelishmovchilikka borishlari yetmay turgandi. Qandaydir emas, bizning ofitserimiz, luqma tashladi kengash a'zolaridan kimdir. Bo'pti, sizning ofitseringiz bo'la qolsin, rozi bo'ldi komissiya raisi. Lekin bu ishning mohiyatini o'zgartirmaydi. Ko'nglida esa OGPOga kuzatuvchi bilan birga maktub jo'natishni, unda burnining tagidan narini ko'rmaydigan ishonuvchan Pamorlar bekinib yotgan yapon josusiga boshpana bergani haqida aytishni ahd qilib qo'ydi. Shunaqa maktub yozsinki, bu sho'ring qurg'ur yapon Arxangelsk u yoqda tursin, yorug' dunyoni ham ko'rolmaydigan bo'ladi. Moskvada esa ahmoqlar o'tirmaydi. Xudoga shukr, ular qo'y terisini yopingan bo'ridan vijdonli odamni osongina ajratib olishadi. Tabiiyki, bularning barini Yutaro Toda bilmasdi. Shuningdek, u Pamorlar kengashida bo'lib o'tgan suhbatdan ham, markazdan kelgan komissiya raisining yashirin niyatlaridan ham bexabar edi. U Abram Gotsning o'ziga nisbatan g'arazli kayfiyatini sezgan, lekin bunga parvo qilmagandi. Bilmagan odamlarda unga nisbatan ishonchsizlik paydo bo'lishi tushunarli edi, lekin Pamorlar Yutaro kimligini, qanaqa odamligini yaxshi bilishardi. Shu bois u xotirjam va keyingi taqdiridan xavotirlanmasdi. Moskvaga borib kelish kerak, og'ayni, dedi Saveliy Parfyonov poruchikka. Seniki endi alohida tasodif ekan. U yerda sen bilan suhbatlashishadi, yosh Sovet Respublikasiga hech qanday dushmanliging yo'qligi aniqlanadi, keyin yana bu yerga, Pamoriyaga qaytib kelaverasan. Hali bu yerda katta ishlar bo'ladi. Sen bizga mana shunday kerak bo'lasan. Saveliy Parfyonov qo'lini tomog'iga ko'ndalang qo'yib ishora qildi. Kerak ekan, mayli boramiz, rozi bo'ldi Yutaro Toda. To'g'ri-da, nega endi Moskvaga bormas ekan? U biror aybi borligini sezmas, Rossiyaning poytaxtini ko'rib kelish esa qiziqarli tuyulardi. Ular ikki otli aravada yo'lga tushishdi. Otlar ravon yo'rg'alar, arava g'ildiraklari dala yo'lning ba'zi o'nqir-cho'nqirlarida taqillab ketardi. Vologdagacha yetib olish kerak bo'lar, u yog'iga esa poyezdga o'tirilardi. Poruchikni Pamorlar kengashida xat tashuvchi bo'lib ishlovchi gavdali, soch soqoli oqimtir yigit kuzatib ketardi. U Yutaro Todani yaxshi bilar, hatto uning otryadiga kirmoqchi ham bo'lgandi. Ammo endi Abram Gots asosli ravishda yo'l yo'riq bergach, o'zini ehtiyotkorona tutayotgandi. Xabarchi ayyor chet ellik josusni endi ko'rib turar va har daqiqada o'ziga hujum qilib qolishidan xavfsirardi. Shu sabab yonidagi nagan tutqichidan ushlab olgan va poruchikdan hadik to'la nigohini uzmasdi. Postin va uchquloq telpak kiyib olgan keksa aravakash ham unga sherik holda aravani qo'rqa-pisa haydar. Bu tarang yelkasidan ham sezilib turardi. U har zamonda o'rindiq yonidagi inglizlarning qisqa
qisqa stvolli miltig'ini ushlab qo'yardi. Lekin Yutaro Toda hamrohlari xavfsirayotganini sezmadi. U yaqindagina urush bo'lib o'tgan yo'l bo'yini tomosha qilib borardi. Ahyon-ahyonda portlagan snaryadlardan hosil bo'lgan chuqurlar, daraxtlarning singan tanalari, tashlab ketilgan to'plar, zatvorsiz miltiqlar, sinib yotgan aravalar ko'rinib qolardi. Tabiat urushning bu qo'rqinchli izlarini tezroq yo'qotish payiga tushganga o'xshardi. Supurgi o'tlar bezovtalangan zaminni bekitmoqchidek quyuqlashib o'sa boshlagan, to'p-to'p chiqqan maysalar qurolni yashirib turar, yosh novdalar yonib bitib, siyraklashib qolgan o'rmonni tezroq tiklash payida ko'kka bo'y cho'zardi. Kuz yaqinlasha boshlagandi. Uning belgilari hamma joyda. Rangi o'chgandek oqarib qolgan osmonda, onda-sonda novdalardan uzilib, havoda xuddi kattakon kapalaklardek aylanib yerga tushayotgan sap-sariq yaproqlarda, shuningdek, sovuq po'lat rangida tovlanayotgan daryo suvida ham sezilardi. Shiddatli achchiq shamol yuzni yaxlatardi. Yutaro Toda uni qalinroq kiyinishga undagan Saviliy Parfyonovni minnatdorlik bilan eslay boshladi. Bu yog'i qish og'ayni, degandi Parfyonov. Yo'l ham yaqin emas. Keyin o'zining qariyb yangi mo'ynali po'stinini, qunduz terisidan tikilgan telpaga va xuddi shunaqa mo'ynali qo'lqopini bergandi. Shenkurskka yetganlaricha tunni 2 marta ochiq havoda o'tkazishdi. Bir safar o'rmon chetida, bir marta esa dalada. Gulxan yoqishdi. Poruchik qalin pichan to'shalgan aravada uxladi. Oqimtir yigit va aravakash uni navbatma-navbat qo'riqlab chiqdi. Shenkursk va Kanoshada qishloq kengashlari joylashgan uylarda to'xtashdi. Oqimtir yigit u yerlardagi raislarning qulog'iga kimni olib ketishayotganini ship-ship ulgurdi. Shekilli yapon josusi ustidan nazorat yana kuchaytirildi. Nihoyat Vologdaga yetib kelishdi. To'g'ri OGPU bo'limiga kelishgach, Poruchikning osuda sayohati tugadi. Shahar OGPU bo'linmasi boshlig'i Qirraburun ozg'in kavkazlik Abram Gots yuborgan maktubni diqqat bilan o'qib chiqdi-da, Yutaro Todani qurolsizlantirish haqida buyruq berdi. Undan Mauzerni olib qo'yishdi. Tintuv qilishgach, soqchi qo'yib kameraga qamashdi. Poruchik hayratda qolgan, qarshilik bildirmoqchi edi, lekin unga hech kim quloq solmadi. U bilan gaplashishmas va savollariga javob ham qaytarishmas. Faqat qisqa buyruqlar berilardi, xolos. Nega meni qamoqqa olishdi? Aniqlamoqchi bo'ldi u mahalliy OGPU boshlig'idan. Moskvada bilib olasan, javob berdi boshliq unga qaramay. Moskvaga Yutaro Todani mahkumlarga mo'ljallangan alohida vagonda olib ketishdi. Vagon simtor eshikli tor xonachalarga bo'lingan bo'lib, uning umumiy yo'lagida qurollangan soqchilar miltiqlarini shay holda tutgancha u yoqdan bu yoqqa yurib turardi. To'rt sutkada manzilga yetib borishdi. Poyezd tez-tez to'xtar, qarama-qarshi tomondan kelayotgan poyezdni o'tkazib yuborish uchun kichkina bekatlarda ham uzoq to'xtab qolardi. Bir marta kechasi otishma ovozi eshitilib qoldi. Qo'shni bo'limlarda ham mahkumlar bor edi, lekin ularning kimligini Yutaro Toda bilmas, o'zaro gaplashishga ruxsat berilmagan, shuningdek buning imkoni ham yo'q edi. Yeyishga non bilan suv va yarimta tuzlangan selyotka balig'i berilar. Bundan so'ng kishini tashnalik qiynardi. U quruq taxta ustida po'stiniga burkangancha uxlarkan, Saviliy Parfyonovni ko'p bora minnatdorlik bilan eslab qo'yardi. Vagon sovuq edi. Uning tirqishlaridan teshib yuborgudek yelvizak esib turardi. Moskvaga yetib borganlarida tun kirgandi. Poruchikni vagondan soqchilar bilan olib chiqishdi-da, ayvonda mashinani kutib uzoq ushlab turishdi. Yomg'ir yog'ib, tunuka tomni bir xil ohangda taqillatar. Qandaydir kishilar past ovozda gaplashib, u yoqdan bu yoqqa yurib turishardi. Nihoyat yopiq tomli, yonboshiga non deb yozilgan mashina keldi. Poruchikka ishora bilan mashinaga chiqishni buyurishdi. Keyin ortidan simtorli kichkina derazasi bor eshikni gursillatib yopishdi. Undan so'ng mashinaga soqchilar chiqqach, asosiy eshik yopildi. Mashina motori bo'g'iq gurillardi.
so'ngra chorqirra tosh to'shamali ko'prik ustidan keta boshladi. Mana senga Moskva tomoshasi, xayolidan o'tdi poruchikning. U taqdiridagi to'satdan yuz bergan bu o'zgarish to'g'risida o'ylarkan, asosi bo'lmasa-da, bu ishlarning bari Abram Gots bilan bog'liq ekanini tusmol qilardi. Lekin uni nega ayblashayotgani va mahkumga aylantirishganiga sira aqli yetmasdi. Yutaro Todani OGPUning ichki turmaxonasiga olib borishdi. So'ngra uni poli beton va derazasi naq shiftining tagida joylashgan kichkina xonaga olib kirishdi. Xona xira lampochka bilan yoritilgandi. Devor bo'ylab o'rindiqlar qo'yilgan, o'rtada stol turar. Uning yonida esa charchagan va horg'in yuzli keksa ofitser o'tirardi. Yutaro Toda uning kiyimi, yelkasidagi belgilarga qarab bildiki, bu odam kapitan. Shu yerning o'zida oq xalatli shifokor, nim qorong'ilikda kimligini aniqlash mushkul bo'lgan ikkita nazoratchi va ko'k xalatli qandaydir ayol turardi. Soqchilar poruchikni stol yoniga olib kelishdi. Kapitan mahkumlar qayd etiladigan qaydnomani oldiga surdi-da, ruchkani oldi. Peroni siyohga botirgach, mahkumga ma'nosiz nigoh bilan tikildi. Ismingiz, familiyangiz? Bo'g'iq xonada uning ovozi zo'rg'a eshitildi. Yutaro Toda javob berdi. Yoshingiz 26 da. Millatingiz yapon. Xonadagilarning barchasi bir-biriga qarab oldi. Faqat kapitanning bir tuki o'zgarmadi. Uni chuqur befarqlik holatidan dunyodagi hech narsa chiqara olmaydigandek tuyulardi. Savollar birin-ketin berilar. Yutaro Toda ularga javob berarkan, kapitan perosini qitirlatib, sarg'imtil qog'ozni to'ldirardi. Yozishni tugatgach, qisqagina buyruq berdi. Yechin. Qanaqasiga? Tushunmadi Yutaro Toda. Qip yalang'och bo'l, hamma kiyimlaringni yechgan holda. Ha, lekin xona sovuq edi va yoshini aniqlash mushkul bo'lgan ayol ham uncha uzoq bo'lmagan joyda turardi. Yechin, takrorladi kapitan. Uning ovozida endi zarda sezildi. Poruchik bo'ysundi. Kiyimlarini skameykaga taxladi-da, sovuq beton polda yalang oyoqlarini galma-galdan bosib turdi. Qo'llari bilan avratini bekitdi. Shifokor yaqinlashib kelib, uning qo'llarini ikki tarafga yoydi. Diqqat bilan ko'ksini va pastrog'ini tekshirdi. Og'zini ochishga, orqaga burilishga, so'ngra engashishga majbur qildi. Bir necha marta o'tirg'izib turg'azdi. Yutaro Toda avval buning sababini tushunmadi, keyin fahmladi. Mabodo ichiga biror nimani bekitganida u tushishi kerak edi. Shifokor uning alohida belgilarini past ovozda ayta boshladi. Chap yelkasining pastida katta xoli, o'ng qo'lining yelka tarafida 2 santimetrcha uzunlikdagi chandig'i bor. Kapitan yozib oldi. So'ngra poruchikning bo'yini o'lchashdi. Devor oldiga tik turg'izishdi, uch oyoqli lampani yoqishdi. Yorqin nurdan Yutaroning ko'zlari qisildi. Unga shuncha odam orasida, ayniqsa ayollar oldida qip yalang'och turish o'ng'aysiz edi. Lekin uning xijolat bo'lishiga hech kim e'tibor bermadi. Uni yondan va old tomondan suratga olishdi. So'zma-so'z portretini tuzishdi va buni ham qaydnomaga kiritishdi. Endi yuvinishga, dedi kapitan. Kiyimlarni ol. Kiyimlari o'zida qoldi, lekin postin, telpak va etikni boyagi ayol olib qo'ydi. Etik o'rniga poruchikka kiyilgan shippakni tashlashdi. "Buchi?" postinini ko'rsatdi u. "Bu yerda uning keragi bo'lmaydi", javob berdi kapitan va charchoqni haydash uchun bor vujudi bilan kerishdi. "Axir nima uchun qamoqqa olindim?" o'zini tutolmadi Yutaro Toda. Kapitan og'zini kafti bilan bekitib esnadi. "Tergovda bilib olasan." Nazoratchilar poruchikni yuvinish xonasiga olib bordi. Bu oxiri simtor bilan tugovchi va quvurlar ostiga taxta to'shama qoplangan uzun, tor xona edi. Nazoratchilardan biri jo'mrakni ochdi. Poruchikka bir burda qora xo'jalik sovunidan berdi-da, ichkariga itarib kirgizdi. Yutaro Toda bo'ysundi. Suv sal iliq edi, lekin u rohatlanib yuvindi. 10 kunlardan beri yechinmagan, kiyimi bilan uxlar va endi o'zini
aynigandek his etayotgandi. Sochiq kirroq va dag'al, lekin tanlash imkoni yo'q edi. Yuvinganidan so'ng uyqusi kelayotgan bo'lsa-da, charchog'i pasaydi. Oldinda uzun tun turar, nazoratchilar esnashar, bir-biriga tushunarsiz iboralar orqali gap tashlab qo'yishardi. Yutaro Todani oxiri ko'rinmaydigan yo'laklar bo'ylab olib ketishdi. Temir zinapoyalardan ko'tarilishdi va tushishdi. Og'ir temir eshikli kameralar yonidan o'tishdi. Yo'laklarni ikkiga ajratuvchi panjarali eshiklar oldida to'xtashganida poruchikka yuzini devorga o'girib turishni buyurishdi. Kalitlar shiqirladi, panjara eshiklar ochildi, yana ketishdi. Qavatlar o'rtasidagi zinapoyalar temir simtorlar bilan bekitilgandi. Oldinda ketayotgan nazoratchi beliga osilgan uzun, og'ir kalitini qayishiga har zamonda urib qo'yardi. Keskin tovush bo'g'iq yo'lak uzra uzoqlarga taralardi. Nima uchun bunday qilinayotganini poruchik tushunmadi. Xullasi kalom, turmaxonadan poruchikda qolgan ilk taassurot bo'g'iq jimjitlik, sanoqsiz lampalarning g'ira-shira yorug'ligi va dimoqqa birdan uriladigan xlorning o'tkir hidi bo'ldi. Yo'laklar bo'ylab yuraverishganidan Yutaro har qanday mo'ljalni yo'qotdi. Endilikda u pastki qavatdami, yer ostidagi qavatdami yo tom tagidami anglaydigan ahvolda emasdi. Yetib qoldikmi? So'radi u nihoyat toqatsizlanib. Gaplashilmasin, to'ng'illadi orqadan kelayotgan nazoratchi va uning yelkasiga turtib qo'ydi. Yurish noqulay edi. Keng shippaklar ba'zida oyoqda turmay tushib qolar, ular buyurganidek bir-biriga chalkashtirib, bosh orqasiga qo'yilgan qo'llari noqulay holatdan qotib qolgandi. Bu ham yetmagandek, yo'laklardan birida qandaydir bir nazoratchini kutib, uzoq turib qolishdi. Oldinda ketayotgan nazoratchi o'zicha shivirlab so'kinib, uni yo'lak bo'ylab qidirarkan, oxiri mudrab yotgan sherigini uzoqdagi xonachadan zo'rg'a topdi. Uxlagan, o'sha onangni, so'kindi keyin. Unaqa mahalda mehmon kelishini tush ko'ribmanmi? Ming'irladi sherigi. Ular ro'yxatni tekshirib, o'zlaricha nimalarnidir bahslashdi. Kel, uni 325 ga tiqamiz. O'sha yer sal bo'shroqqa o'xshovdi, qaror qildi olib kelgan nazoratchi. Keyin norozi ohangda nolidi. Qachon tugarkin bu OGPO'chilar? Ularni olib kelgan, tez orada yo'laklarda saqlasak kerak.